Assalamu alaykum, kanallar yaxshimi? Allah salomat bo'lsin inshaalloh. Bugun men sizlarga oddiy ham o'zi yeyib bo'lgan nuqut, ya'ni go'sht bo'lsin bo'ldi, bo'lmasin bo'ldi, to'q go'shti shiltimdan bu pologa to'q go'shti, ya'ni yiqishidir. Men odatda to'q go'shtni yaxshi ko'rmaganligim uchun unda bek yaxshi ko'rib ketmayman. Bolalarim uchun qildim. Buningga ben aldı bilen men to'qning put tarafidan pishirib oldim. Go'shtini ko'rgan olmadik. Mana buni pishirib oldim. Buni süzüp elib. Mana pishirli. Buni men süzüp elib go'shtini tutayman. Tutib bo'lgandan keyin bunun suyunu süzüme süzgüçte. Suyunu başka bir süzgüçün ötküzüme. Bunu azıcık koyup duraylı. Aldı bilen bununla 2 stakan görüç, 1 stakan sosiskin arpa şehriye. Bana arpa şehriye uygular bilisler aldı. Bunun 1 stakan. Anandın ki bunu zaten nohut bilen göçümüzü demet kızığa vakit salımız. Ben görüçümünü kaçama koyup bununla az miktarda tuz silip soğutçular koyup yarım saat süzgüçünü ötküzüp yuyup pakiz kalıma şehriyanımı hem yuyuma. Ben görüçümde yuyup oldum. Şehriyanımı yuyup oldum emdim ben. Bu süzgüçtün bu toxunun suyunu süzüme yerden koyup süzgüçtün süzüme. Süzüp aldık. Süzüp algandan keyin muş içinden qalgan naqda nimeler chiqib ketdi. Shulg'on degandek mana mushal süzüp elib oldim. Qazanimga o't echib, qazinim qiziganda bu yarım stakan atrofida, yarım çay stakanda yağ qo'yib olaman. Qazinim qizidi. Shunga men yağni qo'yaman. Qizildi. Men bir dala shahriya tashlab baktım. Unda bununla ben aldı bilen şu şahriye taşlayımız. Bir dal şahriyani tashlab bakkandım. Bir stakan şahriyani yuvagandım. Bunu tökme. Mana bir şahriyanimizni töküp 2 minut qo'raymiz. Qo'rgandan keyin guruchimizni tökamiz. Guruchimizni tökib oldim. Bunu men bir 2 minut aralashtirib qo'raymiz. Şimdi ben tereyağ sarmayı koyup olaman bitta. Bu şekilde bir qo'shiq atrofida. Men onu sal bir qo'shiqdan jiqroq hammani selib etmoqchi. Mesela bular 1-2 minut qo'raymiz. Qo'rgandan keyin bu sarmayım erimadi çünkü men buni muzrat qo'yganligim uchun, ya'ni to'ng'arqur qo'yganligim uchun. Bu mili aslında sizlar nima bilan eritib bo'ladi. Deymiz yağ bilan, ama men eritmadim. Kendin saldım çünkü bekrak tembesun deb. Bu zaten qaynab etib yine eriydi. Men su qo'ygandan keyin bunga. Endi men bunga pishirib olgan, bayam süzüp elib olgan to'qning suvi batdigi. Mana mushusini mening toplam shahriya 1 stakan, guruch 2 stakan bo'ldi. Toplam 3 stakan. 3 stakanga 3 stakan mushu suyimdan qo'ymagan, to'qning suvidan. Agar siz to'q qilmagan bo'lsangiz normal su qo'ysangiz bo'ladi. O'xshash ölçüde 1 stakan stakan bo'ldi. Endi buni qaynashga qo'yaman. Qaynash jarayonida zaten bu yağni erib bo'ladi. Ko'rdinglar, qaynab erib etibdi sarmay. Endi men bunga 2 tal qand tashlab etdim. Bunda qilsa guruchmu oq chiqadi, süzük chiqadi. Mana qaynayotdi. Shakarimiz erib bo'ldi. Tuzini tangishib. Men mana bir tatliq qoshiq, bir çay qoshiq hisobida qo'ydim. O'zinglar guruchlarni ojiqiga tuz ta'mindan ashib o'zinglar qo'ysanglar bo'ldi. Biraz polo demimizdek lan, pologa o'xshashlar. Dem qilish vaqti kelganda ana keyin tuxum bilan tuxumimizni solamiz. Ko'rdinglar, musharat deb bo'ldi. Endi men tuxumni solaman, go'shtni tutib olgandim-ku. Men dedim-ku, men o'zim yaxshi ko'rmayman, bolalarim uchun lam to'q go'sht soldim deb. Men o'zim yaxshi ko'rib ketmayman. Shuning uchun
to'q go'shtimizni soldik. Anandan keyin pishirib olgan no'qutimizni to'kamiz. To'kib tuvan o'tda polo demegandek demyapmiz. Bizning polorimizga o'tga o'xshash pishiramiz. Agar ziri solsanglar bo'ldi, men ziri solmadim. Agar solsanglar bo'ldi. Yeşil bo'ldi ziri solsanglar xeyr. Men bolalarim yemasmi deb solmadim. Solsanglar yeşil bo'ldi. Mana mening guruchim 25 minut demedi. Yarım saat desem bo'ladi. 26-27 minut atrofi yani. Endi men buni o'tini o'chiraman. O'tini o'chirib qalanglar. Musharatda bo'ldi. Bunun üstüne 1-2 minut qo'yib qo'ygandan keyin üstiga bir pakiz nepiz dakilar bo'lsa shuni yoki bo'lmasa qog'oz qilsanglar bo'ldi. Men qog'oz qilaman. Dakamni emas, qog'ozni qo'yim inshaalloh. Assalomu alaykum. Men musharatda qog'oz yo'gidim. O'rinni tortish uchun. Bir 2 minut atrofida turg'izib, andan keyin olaman qachaga. 2 minutimizni to'shdi. Men qog'ozni ilib mana bizning nuqtliq polarimiz tayyor bo'ldi. Meni xosatan buni bolalarim bek yaxshi ko'radi, shuning uchun qilgandim. Oldi bilan buni ravustirib, ayrlashtirib o'tib, andan keyin o'sima. Men odatda bolalarimni, ya'ni tomoqqa qiziqtirish uchun, men odatda normal, ya'ni meni bolalarim uchun bo'lsin, yana boshqalar uchun tomoqning ta'mi bor-da, ammo shakliga bekroq diqqat qiladiganligim uchun men bu qachini olgandim. Buning uchiga elib, andan keyin bu taqsimning uchiga dum qilgan vaqtda shakli chiroyli chiqsin deb. Men shakliga bekroq ahamiyat beraman taomning ta'mi bilan, ya'ni har ikkalasi bo'ldi. Aşpazning birisi deb demiş, shunday anladim. Tomoqningki 50% ta'm bo'lsa, 50% shakl deb. Shuning uchun men shakliga bekroq ahamiyat beraman, ya'ni. Ben bu kaçamın içiyle toşqizib aldım. Bunu ben hazır. Bunda elib dum qilsanglar bo'ladi, masal teshib ketadi. Shuning uchun men bu taqsimni avval ustiga qo'yish orqali dum qildim. Mana bizningki nuqtliq guruch dumlimimiz, ya'ni polorimiz tayyor bo'ldi. Ham ko'rkam chiqdi, ya'ni o'zgacha ta'mi yaxshi chiqdi. Mana shu sular yeyishlik chiqdi. Sinab baqsana bo'ldi. Inshaalloh guruchlarimiz dana chiqdi.